Kariz qaynonamdan oson tayyorlanadigan karizcha ovqat retsepti. Ko'ksiga qo'shiladigan vermishilimizni yaxshilab qaynatib olamiz va 3 qoshiq qovurilgan kunjutni yaxshilab ezib chiqamiz. Chunki qovurilgan kunjutni yaxshilab ezib chiqsangiz, o'shanda ta'mi juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ko'ksiga qo'shiladigan har xil vermishillar bor. Bizniki esa grechkadan tayyorlangan vermishil. Shuni qilib pishib chiqqandan keyin yaxshilab muzday suvda chayqab tashlaysiz. Bir kishilik ovqatimizga 3 qoshiq soyavoy sos bilan 1 qoshiq olxo'ri siropi qo'shiladi. Olxo'ri siropini qanday tayyorlashni bilmasangiz, profilimdan topsangiz bo'ladi. Bu ovqatni shirin qiladigan narsa bu perilla yog'i. Perilla yog'idan 3 qoshiq qo'shiladi va 1 qoshiq shakar qo'shib yaxshilab aralashtirib oling. Yaxshilab aralashtirib bir marta yeb ko'ringlar. Agar tuzi kam bo'ladigan bo'lsa, soyavoy sosdan yana ozroq qo'shib olsanglar bo'ladi. Bu ovqatga kunjut yoki salat bargini qo'shib va marinovka qilingan kimni ham qo'shib yesanglar juda ham mazali chiqadi. Va oxirida esa ustiga maydalangan qovurilgan kunjutni sepib yesanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha.